imtihon vaqti talabalar necha soat uxlayapti? Ketib bilamiz. Biz olamiz. Qalisizlar. Qalay bo'lyapti imtihon? Topshirdingizmi? O'tdingizmi? Necha ball oldingiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Registr ofisidan chiqasiz, qanaqa muammo bo'lyapti? Qizilga tushib qoldingizmi? Yo'q. Shparkovkadan foydlandingizmi? To'g'risini ayting. Miyada hammasi. Ajibchi. To'xting. To'xting. Assalomu alaykum. Imtihon bo'lyapti. Shparkovka ko'rdinglarmi? Yo'q. Bitmaydi. Soat uxlayapsiz kuniga. Qanaqa savol? Yaxshimisiz? Imtihon topshirdingizmi? Qalay bo'ldi? Yaxshisi. Yaxshimisiz? Zo'r. Qalay bo'ldi? Zo'r. Imtihon topshirdingizmi? Shparkovkadan foydlandingizmi? Miyadamiz. Assalomu alaykum. Assalomu. Yaxshimisiz? Imtihon topshiryapsizmi? Qaysi fandan? Makroiqtisodiyot. Qanaqa bo'lyapti? Qiyin emasmi? O'z bilganlari tushyaptimi? Katta. Faqat shu yopishdingiz, yoqib qoldimizki. Assalomu alaykum. Ой, не надо, просто. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Necha soat uxlayapsiz tayyorlanish uchun? Men o'zi oy boshlangandan boshlab shug'ullandim. Hozir 50 dan 47 ball oldim. Voh, O'zim juda ham oldim. zo'r. Assalomu alaykum. Nima demoqchi edim? Necha soat uxlayapsiz? 8 soat. Assalomu alaykum. Sog'. Yaxshimisiz? 10 soat uxlayapman. 7 soat, 8 soat. Shparkovkadan foydalanyapsizmi? Ha, miyadan foydalanaman. Assalomu alaykum. Man qiynamaylar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bitta ko'p uxlamayapmiz lekin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? O'tdingizmi? Yo'q, o'tamadik. Juda kam uxlayapmiz. Assalomu alaykum. Qalay bo'ldi? Qanday? Necha soat uxlayapsiz? 3-4 soat.